Xorazm viloyatida ham 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Urganch shahridagi xotira maydoniga keng jamoatchilik vakillari jam bo'lishdi. Yurtdoshlarimiz bir-birlarini bayram bilan samimiy tabriklayaptilar. Viloyat hokimligi, faollar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda mudofaa sohasi xodimlari, urush va mehnat faxriylari hamda yoshlar, keng jamoatchilik vakillari tomonidan Motamsaro ona haykali poyiga gullar qo'yildi. Ular harbiy orkestr sadolari ostida mangu olov yonib turgan Motamsaro ona haykali poyini gullarga to'ldirdilar. Marosim davomida vatan ozodligi va xalq tinchligi yo'lida jon fido qilgan insonlar xotirasiga ehtirom ko'rsatildi. Kecha prezidentimiz 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlab tabriklanlarda shu tabrikni eshitib biz juda mamnun bo'ldik. Unda Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan yurtdoshlarimiz alohida xotirlandi. Yuksak ehtirom bilan tilga olindi. Meni o'zim ham afg'on urush qatnashchisiman. Xorazm viloyatidan 3165 yigit qatnashgan bo'lsa, shuni 79 Afg'onistonda halok bo'lgan. Shu do'stlarimizdan xotiralab turibmiz. Urushning shunchalik har xil oqibatlarini ko'rganman. Maktablarda, oliy ta'limlarda yoshlarga vatanni himoya qilish, vatanni sevish kabi ezgu fazilatlarni o'zim tushuntirib boryapman yoshlarga. Bugungi tish kunlarga shukrona qilishimiz kerak. Prezidentimiz ham o'z tabrigida keksa avlodni asrash kabi insonlik fazilatlarini gapirib o'tibdilar. Mazkur tabrik afg'on jangchisi sifatida meni ham juda ruhlantirib yubordi. O'ylaymanki, yosh avlod vatanga sadoqat bilan xizmat qiladi. Hozirgi vaqtda respublikamizda urushdan omon qaytganlarning soni 60 ta. 1.950.000 ga yaqin kishi urushga borgan. 900.000 ga yaqin odam halok bo'lgan. Bugungi kunda viloyatimiz bo'yicha 3 nafar urushda qatnashgan faxriylarimiz bor. Urushda ilgaridan halok bo'lgan faxriylarimizdan qabrlarini tozalash, ularning oila a'zolaridan xabar olish, ularning qahramonliklarini maktablarda mana shu 3 avlod uchrashuvlarida biz hamisha e'tirof qilib boramiz. Mana shu yoshlar ham mana shunday shukrona zamonga kelishni o'zi bo'lmaganligi. Bunga uzoq mehnatlar orqali buning uchun qanchalik odamlarning jon taslim qilganligi, qanchalik odamlarning mehnat qilganligini biz yoshlarga aytib boramiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida xizmat qilayotgan har bir qutqaruvchi, harbiy xizmatchi avvalo yurt tinchligi va fuqarolarimiz xavfsiz yo'lda xizmat olib bormoqda. Muhtaram prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni tomonidan urush qatnashchilari, mehnat faxriylari va xalqimizga bayram tabriklarida ham bugungi tinch va osoyishta kunlarimizga yetib kelishda ajdodlarimizning jasorati va matonati alohida tilga olindi. Yurtimiz bo'ylab ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, uch avlod uchrashuvlari, sport musobaqalarining tashkil etilayotganligini ham alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu kabi tadbirlar harbiy xizmatchilar, urush faxriylari, shuningdek yoshlar ishtirokida, xususan Xorazm viloyati bo'ylab ta'lim muassasalarida, umuman olganda barcha korxona tashkilotlarida o'tkazilmoqda. Muhtaram prezidentimiz o'z tabriklarida shunday so'zlarni alohida ta'kidladilarki, hech qachon unutmaylik, milliy birlik va hamjihatlik bizning bebaho boyligimizdir. Barcha yutuq va g'alabalarimizning mustahkam asosidir. Albatta bu so'zlarni biz juda ham e'zozlaymiz va o'zimizni xizmat faoliyatimizda ham bu so'zlarni o'zimizga dasturi amal qilib olamiz. Viloyatning barcha shahar va tumanlarida o'tkazilgan tantanalar o'ziga xos ko'tarinkilikda bo'lib o'tmoqda.